bo'lay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun Gulbog' mahallasidan 4 sotiqli 2 etajli eski uylar bilan xonadon topib qo'ydik. Orientirga keladigan bo'lsak, shundoqqina trassadan 300 metr pastga ichkariga kirganda, qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda ko'rib tursiz, darvoza xonalari kutib oladi. Undan o'tganimizda shundoqqina o'ng qo'limizda 2 etajli qilib uylarni solib qo'yilgan. Tepada 3 ta xona, pastda 2 ta xonasi bor. Ko'rib tursiz, uylari ancha eski, otam zamonidan qolib ketgan deydim. Mana shunaqa uylar ekan. O'zingiz shundoq nolga qo'yib, yangidan uy qurib olsangiz bo'ladi. Ko'chada shundoqqina oshxonalari, o'choqxonalari, undan o'tganimizda banilari va molxonalari bor. Molxonalariga egasini aytish bo'yicha 40 tagacha qo'y boqishgan, 2 tagacha sigir boqishgan ekan. Mana ko'rib turibsiz, zelyoniy zonalari ham bor, katta daraxtlari bor. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek, bitta oila kelib maza qilib yashaydigan holatda maktab, bog'cha, magazin hammasi yaqin atrofda joylashgan. Bu uyimizga egalari 35.500 narx so'rashyapti. Biz nomimizdan chiqsalar yana ozgina o'tib beradigan joylari bor. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Gulbog' mahallasidan 4 sotiqli uchastka qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.